Mana azbi biz qo'ygan nimamiz 37.9. Keyin biz mana o'zimiz gradus o'lchayapmiz. Mana xona harorati 23.5, 37.9 bunda. Mana hamma joy yaxshi. Keyin mana bu tuxumlar joylashuvi. Keyin mana buni qilib tagiga ochtiryapmiz biz mana. Shunday qilib ochilyapti. Mana hozir tepa qismini so'radingiz hozir. Fathullama olishib turgan. Tepa qismini ochaylik. Tepa qismini ochaylik. Mana bu tomondan ochaman hozir. Mana bu birinchi ventilyator, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi. Hammasi joy-joyida. İşleyapti mana. 768 ekan. Qolgan kibatlar ham hammasi ishlayapti. Mana bu tomonda yana katta inkubatordan bular ham ishlayapti. Bularni gradusini mana o'lchaganmiz. Necha pastroq qo'yganmiz, chunki o'lchaganimizda bular ancha balandroq. Mana tokimiz 235. Yo'q, boshqalarniki bilan yana hisoblab